70-yillarda super erkaklarni ashaddiy jinoyatchilar deb hisoblashgan. Ha, ular mudom o'g'irlik yoki qotillikka tayyor turishadi. Oddiy yigitlar juda ko'p urushsa, demak super erkaklar uchiga chiqqan urushqoq bo'lishi kerak deb o'ylangan. Tug'ilgan zahoti qo'llariga qurol olishni istashadi. To'g'rimi? Yo'q, bu navbatdagi uydirma ekan. Ortiqcha Y xromosoma qandaydir kichik afzalliklarni beradi. Deylik, baland bo'y yoki giperaktivlik sindromi. Aslida bu shunchaki genetik xususiyat xolos. Gormonlar ham ba'zan sho'xlik qilib, inson hayoti davomida jinsiy a'zolarni tabiiy o'zgartirishi mumkin. Dominikadodagi bir qishloqda qiz bola bo'lib tug'iladigan bolalar bor, chunki tashqaridan ko'rinib turadi. Ammo bu qizaloqlar 12 yoshga kirganda testosteron o'z ishini qilib, asta-sekin jinsiy a'zolar o'g'il bolalarnikiga o'zgaradi. Bundaylarni goividazi deb atashadi. Ispan tilida 12 yoshda erkaklashgan degan. Ular avval bunday, balog'atga yetganda esa bunday bo'lishadi. Eng qizig'i shundaki, ularning jinsiy a'zolari yaxshi ishlaydi va ular qolgan hayoti davomida haqiqiy erkakday yashashadilar. Uch belgiga qarab na ayol na erkakligini aniqlab bo'lmaydiganlarni intersex odamlar deyishadi. Intersex odamlar o'ylaganingizdek kam emas. Yer aholisining 1-2%. Malla odamlar. Malla sochlarni hayotda uchratgansiz-ku.